Amerikada qanunsuz turayotgan Xitoylarni qaytarish masalasida jiddiychilik kuchayotgan bo'lib bir Amerika amaldori, Trump hukumatidagi yuqori darajadagi bir amaldor bu haqda Xitoyning Amerikada qanunsuz turayotgan fuqarolarni qaytarib olish masalasida yetarli hamkorlashmaganligini, agar Xitoy bu pozitsiyasini o'zgartmasa, Amerikaning Xitoyga viza cheklamasi jazosi yurgizishga tayyor ekanligini oshkorladi. Bu haftadagi muhim xabarlarning biri bu albatta tafsili holatda dunyo axborotlariga tushgan bir xabar. Yana bir xabarimiz bo'lsa, Nvidia'ning bosh ijroiya amaldori Huang Renshun Amerikaning cheklamalari sababidan shirkatning Xitoydagi bevosita bozor ulushinin nolga tushib qolganligini oshkorladi. Nvidia masalasi yillardan buyon Trump davomli holatda Xitoyga yuqori darajalik bu chip o'zakni sotmaslik masalasida birdam azroq bo'shdi, birdam chang'atib, oxiri Xitoydagi ahvol bu dunyoviy bir shirkatning Xitoyda hozir bozor ulushi nolga tushgan. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, 2026-yillik dunyo TikTok kollektiv lavha talish musobaqasida Xitoy erlar komandasi Koreya va Shvetsiyaga orqama-orqa uftirib qo'ydi. Hammamizga ma'lum, TikTokda Xitoy hozirgacha dunyoning eng oldin qator desak bo'lardi. Lekin bu Xitoyning ichidami jiddiy bir sarosimiga solgan bir masala bu qatim. Xitoyning tipik yumshoq kuch vositalaridan biri bo'lgan TikTokda Xitoy komandasining 26 yildan buyon tunji qatim yengilishi Xitoydagi taratqularni va shu TikTok mastonalarini qattiq sarosimiga soldi. Xitoyning ijtimoiy fikr vositalari qaynab ketdi bu masalada. Yani bu neymiş de hatta şu komandadaki bütün her bir nemenki Xitoy bo'lsa meşhur tuğamlar. Demek muş derecede bir ahval oldu bu hafta. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoy neftinin 60%'ning Hormuz bo'g'ozidan o'tadiganligiga qaramay, Xitoyning Amerikaning Ironga qaratgan harakatlariga intayin adablik pozitsiyada bo'layotganligini ta'kidlab, Xitoy tarafidan biror qiyinchilikqa duch kelmadik. Ular bizga jang e'lon qilmayotdi dedi. Yani amaliyotda hech bo'lmasa Shanxay hamkorlik tashkilotidagi bir yerda rasmiy bir a'zo ham deyman. Yani bu amaliyotda Xitoy uchun nomus bir narsa. Xitoy asla na Rossiya na Xitoyninki Iranning orqasida turolmaydiganligini biz nurg'un suhbatlarimizda deydik. Ya sana iyi çıkmaydı İran'a qartib nima degan. Ham Xitoyning qanchalik kuchining nadidan kelishganligini ko'rsatib bergan bir narsa. Adablik muomala qilishga majbursan deydi. Xo'sh, yana bir xabarlarimiz qarasak, Angliyadagi Xitoyga josuslik qilish delosida Xitoy Britaniya qo'sh grajdoni bo'lgan ikki Xitoy chet el istixborot organiga yordam berish jinoyati bilan rasmiy ayblandi va Xitoyning Londonda turishliq bosh elchisi ministerlikka chaqirtildi. Angliya tashqi ishlar ministerligiga. Jazo muddatini bekitilgan sudning 15-may o'tkazilishi kutilmoqda. Bu mutunuygun nayeti ko'p axborotlarda tilganlar mesela. Yillardan buyon har doim bu numussiz Xitoylarniki aşı davlatlarning muhim organlarida xizmat qilib ishlagan bo'lsa, Xitoyli bo'lsa bir yerdan Xitoyga setildiganligi, Xitoy uchun ishlaydiganligini hamma davlatlarda ko'ryapmiz qo'yani. Davomli jasus yanida. Ama bu g'arb hozirgacha burniga suv kirmadi. Yana ashunda o'ringa mening vatandoshim deb ayirmay ham Xitoy ham Britaniya grajdoni emas. İşinib hamda bu satmas bizin deb o'ylab ashunchalar nurg'un tajribadan o'tgan bo'lsa-mu, eng muhim organlarda yana Xitoyning setilayotganligi chiqsa-mu, yana bularninki dars olmasdan shu maxluqlarni yana shu muhim organlarga ishga kirish o'rinlashtirishi ajablanarli bir ish haqiqatan. Saudiya Arabiston Xitoyning Shanxay shahrida 1 trillion dollarlik mulk fondining şöbesini açtı. Bu qadamdan Paris qo'ltiqi ellarining dollarni markaz qilgan sistemadan uzoqlashish yuzlanishini texmi kuchaytganligi ilgari surilmoqda. Qadrli ko'ruvchilarimiz. Albatta, Xitoyninki O'rta Sharq degan shu islom davlatlarida butun shu eng kuchli bo'lgan iqtisodiy jihatdan bo'lib neft, gaz masalalarida boy bo'lgan davlatlardan u yerga selayotgan Xitoyninki
məbləğləri, şu dövlətni hər xil şəkildə özünü bağlaş üçün qılıbatqan nomussuzluqlarını bilimiz. Yıllardan buyon kun tərəf duruyatqan məsələ. Şu İslam dövlətlərinin Xitay bizning məsələmizdə bolsun. Qat'iy xalqaralıq sorunlarda ağzını açmaydigan qılıb üçün bu rayonlarda, bu dövlətlərdə Xitayning qandaq oyunlarını oynayatqanlığını bilimiz. Bu qatımmı 1 trilyon dolar yani. Bunda bir şöbəni etişi bu əlbəttə diqqət qozğaydigan məsələlərdən biri.